ko'p sparklardan korobkasidan muammo chiqadi, ya'ni korobkadan yog' oqadi. Bu yog' oqqanda ko'pchilik granit saniydi bo'lib, granit saniyni qo'yib qo'yadi. Bu albatta xato, sababi granit saniyni bekordan qo'yib yubormaydi. Albatta bunda mana bu luft bo'ladi. Ko'p luftlar bu holatda granitaga sanni qo'yilsa ham foydasi yo'q, sababi ichkaridan planetarkan pachimni to'kilib ketgan, o'shani hisobiga yog' qo'yib yuborgan. Bu sanni qo'yishdan oldin korobkani chochib, ichiga planetarkanni pachimini qo'yish kerak. O'shandagina yog' qo'ymasligi mumkin. Lekin bu holatda qo'yib yuboradigan bo'lsa, uzoq bir haftaga bormasa, yana yog' oqib, sho'pirda ancha o'rgashlik qilib qo'yadi. Bu luftni men sanni qo'ygan bilan bu luft umuman yo'qolmaydi, mana shu luftda qolaveradi. Xohlasa buni ham video davomida qach-pachimligini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Qo'lda turgan planetarka, ya'ni bu tomondan granita, bu tomondan granita kiradigan joyi. Asosiy luft bo'lgan joy mana shu joyda granita turgan edi. Mana shu narsa luft bo'ladi. Agarda buni ertaroq alishtirib olinmasa, bu korobkani to'kib tashlashgacha olib boradi. Ya'ni sizga $400 yoki $500 summa degani. O'shaning uchun yog'dimi, sannidan oldin yaxshilab tekshirtiringlar. Granitasida luft bormi, yo'qmi? Agar luft yo'q bo'lsa, sanni qoqiladi. Agar luft bo'ladigan bo'lsa, sanni qoqish foydasi yo'q. Komplekt mana bunaqa pachimlik bor. Mana shu holatda perishnelar hamma korobkani vujudidagi pachimligi shuni ichida bor. Shu narsani chiqarasizlarda, bitta o'zini qoqmasdan komplekt holatda qoqib olasizlar. Shu bilan ham korobkaning ovozi zo'r bo'lib qoladi, hamda yog' oqishlari yo'q bo'ladi. Korobkaning umri anchagina uzayadi. Asosiy bitta narsani buni o'zini qoqqandan ko'ra komplekt qoqib, komplekt tegizib qo'ysalar mashinaning zo'r bo'ladi. Bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, Spark minadigan akalarga jo'natib qo'yishingizni so'ramasdan.